Assalomu alaykum Timur aka. Bugun men sizga blitz savollarini beraman. Qani ketdik. Va alaykum assalom. Biz har doimdek tayyormiz. Bolani necha yoshdan judoga berish mumkin? Judo sport turini olayotgan bo'lsak, eng to'g'ri keladigan va to'g'ri yosh bu 8-9 yosh. 10-12 yoshda boshlash kech emasmi? Yo'q, absolyutno. Judo bilan shug'ullanaman degan odam necha yoshda bo'lsa qat'iy nazar boshlashi mumkin. Judo bolani agressiv qiladimi yoki tinchroq? Ni в коем случае judo odamni agressiv yo passiv qilib qo'ymaydi. Odamni o'zini boshqarishni va to'g'ri fikrlashni o'rgatadi. Bola uchun haftasiga necha marta mashg'ulot yetarli? Bolalarning yoshiga qarab trenovka kunlari va nagruzkalarini tanlanadi. Yosh bolalarga haftaga 3 marta, 13-14 yoshga to'lgan bolalar уже haftasiga 5-6 marta shug'ullansa bo'ladi. Qachondan natija ko'rina boshlaydi? Bola natija qachonki shu sport turini seva bilolsa, ota-onasi va murabbiy qo'llab-quvvatlasa, o'shandan keyin bironta natija kutsak bo'ladi. Musobaqalarda qatnashish majburiymi? Bola musobaqaga qatnashishi majbur emas. Judoni как havaskorlar hamda professional shug'ullansa bo'ladi. Bittagina farqi musobaqada ishtirok etgan bola va kurashgan bola salgina o'zini stress holatda to'g'ri tutib olishni o'rganadi va qiyinchiliklarni yengib o'tishni o'rganadi. Yutqazgandan keyin ota-ona nima demasligi kerak? Musobaqa yutqazib qo'ysa agar, ota-ona hech narsa gapirmasligi kerak. Faqatgina bolasini qo'llab-quvvatlashi kerak. Qolgan gaplarni faqat murabbiysi bilan birga birlashib bolaga gapirish, motivatsiya berish yo bironta tanbeh qilish mumkin. Qaysi biri muhim? Iste'dodmi yoki mehnat? Iste'dodli bola mehnatsiz foydasi yo'q. Mehnat iste'dodsiz. U ham kamdan kam odam yuqori natijaga erishadi. Shuning uchun ham iste'dod, ham mehnat bo'lishi shart. Bola mashg'ulotga borishni xohlamasa, majburlash kerakmi? Bolalarni mashg'ulotga majburlash shart emas, faqatgina yoshiga e'tibor qilish kerak. Yosh bolalarni majburlash umuman mumkin emas. Faqatgina balog'atga yetgan paytida, o'sha paytda salgina bolalarga qattiqqo'llik qilib turish kerak murabbiy va ota-ona tomonidan. Chunki bolalar o'sha paytda salgina o'zini fiziologik o'zgarish paytida salgina mashg'ulotlarga желаниесі kamayadi, xohishi kamayadi. O'sha paytda salgina nazoratga tutish kerak. Majburiy mumkin emas. G'alaba muhimmi yoki tajriba? G'alaba yoki tajriba bu yerda o'zi odam o'zi uchun tanlaydi. G'alaba yoki tajriba. Men fikrim ham g'alaba, ham tajriba muhim.